Assalomu. Qayerda o'qiysizlar? Temir yo'lda. Universitetmi yo universitetdami? Yo'q, litseyda. Bir minut ichida 4 ta savol. Agar to'g'ri yechilsa, 400 dollar ishlaydi. Qatnashmoqchimisiz? Hop. 1 minut ichida agar to'g'ri yechib bersa, 4 ta savolni ham 400 dollar ishlaydi. Vaqt ketyapti. 30 sekund vaqt qoldi. Bularni ham Hammasi. 1 minut ichida. Ha, hammasi. 4 ta savol 400 dollar. Bir daniga yechib bersangiz 4 ta. Oshib ketdi. Давай, tezroq. Mana minusda. 1300. Bo'ldimi? Xo'p, 4 ta savol edi. Birinchidan vaqtga ulgurmadingizlar. Mayli, o'rgataman sizlarga qanaqa uspet qilish kerakligini. Kelishdingmi? Kelishdik. Xo'p, mana birinchisi ko'paytirishning eng oson usulini bilib olinglar. Masalan, 99 ga 9 ga ko'paytirish uchun birinchi sondan 1 nayiringlar 6, mana bundan ham 6 nayiringlar 93. Bo'ldi, 693 bo'ladi. To'g'ri yechildi birinchisi. Tushunarlimi? Eng oson usul shu. Mana masalan, 319 ga 998 qo'shganmiz, ha? Buni ham oson usuli bor. 9 ga 8 qo'shamiz, 17 yozamiz, 1 ga 9 qo'shamiz, 10 yozamiz, 9 ga 3 qo'shamiz, necha bo'ladi? 12. Ha, shuna qo'shamiz keyin mana 7 1 3 1. To'g'ri, молодец. Lekin vaqt ulgurmadik. Endi ayirishga 3000 dan ayiramiz 3744. To'g'ri, -744. Eng oxirgi misol qolib ketdi, yecha olmadik. 32 ni 5 ga bo'lish kerak. Necha bo'ladi? 25 bo'ladi. Yo'q, 625 bo'lmaydi. Mana 5 ga bo'lishni ham 62 bo'lmaydi. 5 ga bo'lishni ham oson usulni o'rgataman. 32 ni 2 ga ko'paytiramiz. 64 oxiridan bitta virgul qo'yamiz. Tushunarlimi? Eng oson usul shu. Masalan, 38 ni 5 ga bo'lmoqchi bo'lsak nima bo'ladi? Buni ham 2 ga ko'paytiramiz. 7.76 bo'ladi, keyin bitta virgul qo'yamiz 7.6 bo'ladi. Qalay o'rgatar ekanman? Xudoga shukr, zo'r o'rgatar ekansiz. Zo'rmi? Bo'lish mumkin emas. Hop, ozgincha qoldi 400 dollar ishlashga. Mayli, xafa bo'lmaysiz. Bu safar nasib bo'lsa yo'llaringizdan chiqsam, yechib ko'rsatasizlar. Xo'p, matematikani eng oson sodda usulda o'rganmoqchi bo'lsalaringiz, 0 dan boshlab o'rgatadigan guruhlarimga start beraman. Hattoki karakarani bilmaydigan qiyomat shortlarini bemalol kursga yozsalaringiz bo'ladi. 1 oyda natijasini ko'rasizlar, xudo xolasa.